Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli shahardoshlar. Bizni bugungi video rolikimizni olishdan maqsadimiz bizning opamiz Saidova Dilafruz opa og'ir kasallikka chalinganlar, ya'ni og'ir jigar seroz, ya'ni jigar qurish kasalligiga chalingan. Biz yurtdoshlarimizdan, shahardoshlarimizdan shuni iltimos qilamiz. Opamizning oilaviy sharoitlari yo'qligi sababli hozirgi vaqtda davolanishga imkoniyatlari yo'q. Sizlardan ehson sifatida yoki bo'lmasam yordam sifatida opajonimizni davolanishlari uchun o'zlaringizni qo'lingizdan kelganlar summalaringizni tashlab berishlaringizni iltimos qilaman. Endi opajonimiz doktorlarga borgan, ko'ringanlar, umumiy analiz natijalarini olganlar va o'sha operatsiya jarayoniga bu kelganlar. Faqatgina operatsiya jarayonini o'tkazish uchun ozroqgina mablag' yetmayapti. Bu mablag' umumiy operatsiya jarayoni Toshkent shahrida bo'lib o'tadi va bu mablag' umumiy hisobda 20 ming dollarni tashkil qiladi. Yurtdoshlar, shahardoshlar, sizlardan shuni iltimos qilamizki, yuqorida ekranda qo'yilgan karta raqamlariga yoki bo'lmasam yuqorida qo'yilgan telefon raqamlariga murojaat qilib, o'sha opajonimizga yordam berishlaringizni iltimos qilamiz. Opamiz ahvollari juda og'ir darajada. Bu video hayotiy olindi. Bu video hech qanaqa montaj yoki bo'lmasa hech qanaqa firibgarlik emas. Shuning uchun opamga yordam berishlaringizni, opamga qo'ldan kelgancha yordam qilishlaringizni, mayli ko'p emas, kam-kamdan bo'lsa ham opam uchun mablag' tashlab berishlaringiz, ya'ni shu operatsiya jarayoniga yetadigan pul miqdorlarini tashlab berishlaringizni iltimos qilamiz. Bu pul miqdorlari keyin opamning operatsiyalariga yo'naltiriladi va opamning sharoitlari, oilaviy ahvollari ham uncha qoniqarli darajada emas. Bu videoni qo'yishimdan maqsad shundan iboratki, sizlardan yurtdoshlarimizdan shuni iltimos qilaman. Xohlasanglar opamning analiz natijalari qo'limda turibdi, barcha analiz natijalari. Har bittasini video rolikda bittalab ko'rsatishimiz ham mumkin. Olib keling. Mana uni bittalab ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana analiz natijalari uzoqroq qiling. Xohlaganlar ko'rishlari mumkin. Mana buni ham ko'rishlari mumkin. Mana ular ko'rib olishadi. Mana yana analiz natijalari ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu buyrakda qochish davri fibrozi ham analiz natijalari, jigardagi uzr. Mana bu ham analiz natijalari, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bo'ldi. Opani o'zlari ham bir gapirishingiz kerak, opajon, o'zingizdan bir anaqa qilib. Assalomu alaykum. Xalqim hozir yordam berishinglarni sizlardan iltimos qilib so'rayman. 2007-yildan beri gepatit B kasalligi bilan kurashib keldim. 2023-yildan beri menga shu jigar qurishi, ya'ni sirroz davri boshlanishi deb aytildi. D forma aniqlandi. To'g'ri, oilaviy sharoitim, farzandimni o'qitamiz, xo'jayinim ham. Uyimiz yo'qligi sababli kreditga uy olganmiz. Katta farzandim ham davlat ishida ishlamaydi. Hammasi haqqoniy, sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu mablag' yetolmadi, xo'jayinim ham qanday davolatishi bilmay qoldi. 42.9% fibroskan, jigar sirrozi deb diagnoz qo'yilgan. Xudoga shukr, tinch zamonda yashaymiz. Xalqim, sizlardan iltimos qilib so'rayman, yordam berishinglarni. Oldindan hammanglarga katta rahmat. Ilohim har bir bandan dardiga shifo bersin. Ko'p qatorim menga ham. Farzandlarimning baxti kamolini ko'ray. Har bir chiqargan ehsonchilarga mendan bo'lmasa g'oyibidan yetqazsin ilohim, yaratgan egam. Sizlarga katta rahmat. Boringlarga shukr. Bo'ldimi? Mana opani murojaatlarini eshitdingizlar. Hurmatli yurtdoshlar, shahardoshlar, ishonmasangiz mana opani uyini ahvollarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana kirgan ahvolda. Mana opani uyini ahvollari. Opa o'ta
nima desam, kambag'al darajada yashaydilar, boy emas opa, mablag'lari yetmaydi, ya'ni 2 xona kichkinagina uyda yashaydilar. Shuning uchun yurtdoshlarimizdan, shahardoshlarimizdan shu opaga qo'ldan kelgancha ehsonlaringizni qilishlaringizni so'rab qolamiz. Yuqorida aytganimizda bizdan qaytmasa ham Allohdan qaytsin. Ertaga farzandlaringiz kelajagini Alloh o'zi rivojlantirsin. Opajonimizga shu yordam berishlaringizni iltimos qilib so'raymiz. Endi shu har bir yordam bergan insonni endi to'g'ri anov qila olmasak ham qo'limiz duo qilib, oila a'zolarim duo qilib, narsa qilib qo'ldan kelgancha anov qilamiz. Bo'ldi, videoni kontentga